Yangi kitob boshlaymiz. Bizda shunaqa sineklar. Bu ham erib qopti. Kitob rangi taxmin qilinglarmi? Kitobni ko'rishga tayyormisizlar? Tadam! Devona kitob Nasim Kutubdan kelgan. Kitobni qilinglar. Mazza. Kolleksiyamga Nasim Kutubda shunaqa esdalik ham qo'shildi. Kitob rangiga mos stik notlar, zametka, flomastor yangi oldim va ruchka. Kitobni boshlaymiz. Kitobni qachon boshlaganimizni yozib qo'yamiz. Eng sevimli mevam shunaqa xurmo. Agar men sevmasam, hammasi shunaqa kitob o'qishdan aybi. Menda ayb yo'q. Bosh homiyimiz Nasim Kutub. Kitobdan bir parcha o'qib beraman. Sevganlarga, sevishning qiymatini bilganlarga, sevganini kutganlarga va kutishni ham sevgiga aylantirganlarga bag'ishlayman. Bu kitobni men bilan boshlamoqchi bo'lsangiz, Nasim Kutubdan tezda zakaz qilib oling. Semirishga bir qadam. Kitobni shu yerda tugatamiz, chunki tikuvchilik kursimga ham borishim kerak. Like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi safar qaysi rang bo'lsin kommentariyada yozib keting.